Men darslarimni qabulni va YouTube kanalimga kirib, kommentlarni o'qishga qaror qildim. Xo'p, ko'rishdik. Biz o'zimizga variantlarni tanlab olamiz. Xo'p, mayli, mana shu Dangerjon bratimizni kanallarini ko'rib chiqamiz bugungi videoda. Ya'ni bugungi videoning nomi Danger.uz qanday kanal degan video bo'ladi. Men ChatGPTdan so'radim, Danger.uz qanaqa kanal deb va u menga mana shunaqa javob berdi. To'g'risi, itdan edim buni. Hazil. Mayli, qanunda o'zlarini YouTube kanallarini ko'rib chiqamiz. Dangeruzning kanalini ham ko'rib chiqdik. Kommentariyaga o'zning kanalingizni yozib qoldiring va o'z fikringizni albatta izohlarda yaxshigina qilib, chiroyli qilib, yaxshigina shriftlarda yozib qoldiring. Hammaga xayr. Sizlar bilan men Darmlov bo'ldim.